Ya'ni nima uchun AQSh aholisi jam bormaydi? Balki topgan pulini ishlataveradi va yana kredit oladi, yana ishlataveradi. Keyin ilmiy ishim davomida shu narsani bildimki, ulardagi ikkita katta faktor bor bunga ta'sir qiladigan. Birinchi faktor ya'ni aholi o'zini kelayotgan shaxsiy daromadlarini stabil ekanligiga juda ishonadi. Ya'ni men kambag'al bo'lib qolmayman degan qo'rquv yo'q ularda. Shu darajada unda ishonch bor. Ishonch bor. Ya'ni o'sha ishonch qo'rquvdan, ya'ni biz kambag'al bo'lib qolmaymiz, doimo daromadlarimiz doimo kelib turadi degan ishonch ularni ko'p sarf qilishga undaydi. Ikkinchisi esa ularda easy credits deydi, yengil kreditlar. Ya'ni u moliyaviy bozor shu darajada kengayib ketganki, banklar orqangizdan yuradi. Pul beray deb. Pul beray deb. Bizni kampusimizga ham banklar kelardi-da. Mana biz endi o'qishga kirganimiz. Talabasiz vaholanki. Talabasim. Banklar haligi navbatda turadi sizga prezentatsiya qilish uchun. Keyin meni bankimni eshit, meni xizmatlarimni eshit, va mendan o'sha kartochkangni mendan ochgan degan ma'noda banklar raqobat qiladi. Keyin ular kartochka ochganingizdan keyin, hisob raqam ochganingizdan keyin doimiy SMS nimalar kelib turadi, xabarnomalar. Ko'proq iloji boricha moliyaviy xizmatlardan foydalanish kerak. Mana shu narsa o'sha payt 2007-yillar, 2006-yil ekan, ilmiy ishimni tugatayotgan vaqtimda ba'zi iqtisodchilarni o'qirdimki, yaqin orada bir krizis bo'lishi mumkin. Chunki moliyaviy bozor o'taligi kengayib ketdi. Va haqiqatan ham 1 yil o'tib shu katta krizis bo'ldi.